Barchaga assalomu alaykum. Kirib kelayotgan hayit ayyomi bilan o'sha trenddagi popkorn chakchakka biz ham tayyorlab ko'ramiz. Birinchi bo'lib idishimizga 3 dona tuxum, 1 choy qoshiq razrihitel, 1 choy qoshiq tuzni solib yaxshilab aralashtiramiz. To'liq retseptni kommentariyada qoldiraman. Shundan so'ng un solib, shunaqa o'rtacha yumshoqlikdagi xamir qorib olamiz. Xamirimizni dam oldirishga olib qo'yamiz. Shundan so'ng 300 gram shakar bilan 100 ml suvni aralashtirib, qiyom holatiga keltiramiz. Qanday qiyom holatiga kelganini bilish uchun shunaqa qilib tekshirib olsak bo'ladi. Shundan so'ng asalimizni solamiz va taxminan 2 daqiqa davomida hammasini birgalikda aralashtirib qaynatib, olovni o'chirib, sovutib qo'yamiz. Endi navbat dam olgan xamirni yoyib olishga videoda ko'rsatilgandek qalinlikda qilib yoyib olamiz va xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib xamirimizni kesib shakl berib olamiz. Qizib turgan yog'da videoda ko'rsatilgandek qilib qovurib olamiz. Pishib chiqqandan keyin taxminan shunaqa ko'rinishda bo'ladi va endi buni ustidan sovitilgan qiyomimizni qo'yib, o'zimizga yoqqan shaklda chakchagimizni yig'ib olamiz. Ustini o'zingiz xohishingizga qarab bezatishingiz mumkin. Biz shokoladdan foydalanishga qaror qildik. Oxirida xolodilnikka solib olib qo'ysangiz, yanada mazali bo'ladi. Kirib kelayotgan hayit ayyominglar bilan.